Xudoyberdi To'xtaboyev Qasoskorning oltin boshi. Tarixiy roman. Ushbu asar sevimli adibimizning eng yaxshi asarlaridan biri bo'lib, unda xalq qahramoni Namoz Pirimqulov va uning jasorati haqida so'z boradi. Bunday qahramonlar bizda juda ko'plab, ammo ularni badiiy asarga olib kirish, shu orqali bolalarni tariximiz bilan tanishtirish uchun yozuvchidan alohida mahorat va albatta bilim talab qilinadi. Xudoyberdi To'xtaboyev Namoz Pirimqulov obrazini shu qadar mahorat bilan aks ettirganki, kitob mutolaasi har bir o'quvchini tariximiz bilan yaqin tanishishga, ozodlik uchun kurashlar olib borgan har bitta xalq qahramoni hayot yo'li bilan tanishishga undaydi. Namoz Pirimqulov obrazi boshqa xalq qahramonlaridan farqli o'laroq adabiyotga olib kirilmagan. Bolalarimiz u haqida faqat tarix kitoblari orqali o'qib bilishgan xolos. Taqdim etilayotgan kitobning badiiy qimmati shundaki, unda yozuvchi qahramonni mardligi va jasorati bilan bir qatorda uning insoniy tuyg'ulari, kechinmalari, fazilatlari, o'y-xayollarini ham tasvirlaydiki, kitobxon beixtiyor Namoz Pirimqulov obraziga qalban yaqinlik qiladi. Aslida